obro' bersin, baraka bersin. Xudo xolasa yana o'sha kechaga qo'ygan asarimiz oy tutilgan tunda asarimizni bugun ham premyerasi. Qayamjon aytganidek, kechagi Instagram'ni oy tutilgan tunda asarini bugun ham yana soat 11:00da boshlaymiz. Mana tayyorgarlik, ozgina vaqtimiz qolyapti, ozgina. Salomat bo'linglar, ko'rishguncha deb qolaman. Sizlarga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kam bo'lmaysizlar. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana premyeramizni ikkinchi kuni. Xohlasa kechagidan da zo'r bo'ladi. Omad. Bugun ham chiroyli kunlardan birinchi premyera kunini o'tkazib oldik. Chiroyli qabul qilishdi. Xudo xolasa bugun ikkinchi kuni kechagidan-da go'zal chiroyli ijrolar bilan xalqimizni muhabbatini qozonamiz degan umiddaman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Oy tutilgan tunda deb nomlangan spektaklini havola etamiz. Albatta bu spektakl juda ham noodatiy tarzda tomoshabinlar e'tiboriga havola etilmoqda. Biz qani tomoshabinlar reaksiyasini ham bir ko'raylik-chi. Ular tomoshani qanday qabul qilyapti? Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar. Barchangiz Andijon viloyat musiqali drama teatriga xush kelibsizlar. Bugun mana shu teatr sahnasida ajoyib premyerani guvohi bo'lasizlar. Boshqirdiston yozuvchisi Mustay Karimning Oy tutilgan tunda deb nomlangan asari asosida sahnalashtirilgan ajoyib spektaklni e'tiboringizga havola etamiz. Qariyb 6 oy davomida tayyorlangan spektakl. Bu spektakl mana shu aktyorlarimizga mana shunday gullar muborak bo'lsin, premyeralar muborak bo'lsin deb qolamiz. Va azizlar, biz shu o'rinda yuqorida aytib o'tgan To'raboyev